Okeli Xiaomi'ni flagmanskiy modellari yoki eng zo'r cho'tki ishlaydigan sinovdan o'tgan modellarni olib kelib qo'ydik. Bitta tanishtirib o'taman. Note 13 Pro Plus modelimiz 256 tali ideal holatda 5G internet podдержка qiladi. $229 qilib beramiz. Keyingisi xuddi o'sha Note 13 Pro Plus modelini 512 taliga $239 qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor, bu ham ideal holatda. Keyingisi Poco X6 Pro igrovoy model 5G internet podдержка qiladi. Asli qilib o'ynasanglar bo'ladi. PUBG'larni uстановка qilib qo'yganmiz. Xo'p, buni $200 qilib beramiz. Ровно $200 ga igrovoy Poco X6 Pro. Keyingisi flagmanskiy Mi 14T imzani o'zi. Buni faqat bitta mana shu orqa krishkasini o'zi singan, qolgan joylari cho'tki ishlab turilgan model. Xo'p, buni $299 qilib beramiz. Leica kameralari bor, kameralari ham sifatli. Keyingisi Mi 14T Pro modelimiz 8 ga 256 talik bo'ladi. Ideal holatda qaranglar, akalar. Tiniq turibdi boru. Cho'tki, bunda ham Leica bo'ladi kamerasi. 8 ga 256 talik. Hop, buni $380 qilib beramiz. $380 ga olib ketsa bo'ladi. Budjetni olmoqchi bo'lsanglar, Note 14 Pro modelimizdan ham bor. Ideal holatda bu ham. Plyonkasidan kelganda o'zimiz ishilganmiz zavodskoy plyonkasini. Holatlari zo'r, cho'tki, ideal. $189 qilib beramiz. Do'konlarimizga olib ketsanglar bo'ladi. Hamma modellarimizni birinchi bo'lib Telegram kanalimizga qo'yamiz. Telegram kanaliga o'tib turib, obuna bo'lib turib, xarid qilsanglar bo'ladi. Hammalarni do'konimizga kutib qolamiz.